Kenaga, yuring shunda tikuvchiniki borib kelaylik. Erta kiyadigan kiyimim bor edi. Voy, Mohiraxon, o'sha kecham bo'lib qoldi. Akangiz ruxsat berarmikinlar? Yuring, tez borib kelamiz. Akam bilmay ham qoladi. Yuring. Uyda yo'q paytimiz kelib qolsalar-chi? Nima qilamiz keyin? Akam bilmaysizmi? Har safar uni ikki bir qilib keladilar. Yuring tezroq. Yaxshi nima tugasinlar. Kimni alishtirib oling? Mohira, kimlar bitib qolmadimi hali? Kech qolib ketyapti-da. Akangizlar kelib qolsa-chi hozir. Hozir ko'rasiz, 5-10 minut bo'lib qoladilar. O'zi bekor bugun keldik-da. Ko'nglim nimagadir rosa ham g'ash. Ertalab kelsak ham bor. Ey xudoyim. Mohira, akangizning xotini uyga yetib kelib bo'lganlar. Men ketdim. Men aytdim sizga bugun kelmaylik. Voy, shu yerni turadi o'zi. Vasila opam aytdi kelaman. Keyin xotiraman. Yangi chaqirib qo'ydim, tez yordam chaqirib qo'ydim, uyga boradi. Hozir aytib qolamiz. Qarang kenaga, oyisi bilmagan joy bor-a. Aytdim, bugun kelmaylik-da, Mohira. O'zingiz bilan pajarni ham chaqiring endi. Kiring. Rahmet kursuna kelmayin. Bundan keyin akamdan so'rab chiqingsiz, xo'p? So'ramasdan chiqsa ham hol shuda. Telefon qotdilar yana. Nega telefon qotdilar? Alo. Ha, ko'rmay qolmanda. Uydaman. Kechroq kelasiz? Choyxonangiz bor? Bo'ldi, xo'p.